Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda sarmoyasiz to'n kriptovalyutasini ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda Tonpik sayti. Bu sayt orqali biz sarmoyasiz to'n kriptovalyutalarini ishlab borishimiz mumkin. Demak, saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa oyna ochiladi. Sizlar bu yerda sayt haqida kengroq ma'lumot olishingiz mumkin. Ko'rib turganinglardek, bu sayt 5 yulduzchadan to'g'ri 6 yulduzchani olgan. Demak, ko'pchilik bu saytdan pul ishlab keladi. Pastroq o'chib statistika va qanaqa qilib pul ishlash kerak shular haqida shak-mashak ko'rib borishingiz mumkin. Mana bu yerda qancha odam pul ishlab keladi, qancha pul chiqarilgan, shular haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bu yerda hamma savolingizga javob olishingiz mumkin. Demak, saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishimiz kerak. Uning uchun bu yerda sign up yoki tepadan sign up tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Va bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Saytdan registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga username, ikkinchi qatorga email pochta, 3 va 4-chi qatorga parolni yozib, oxirgi qatorga temasdan kapchadan o'tib sign up tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin bizga xuddi shunaqa glavniy oynasi ochiladi. Tepada ko'rib turganingizdek har xil bo'limlar bor. Hozirgi video davomida hamma bo'limlarni bittama-bitta tushuntirib beraman. Demak, birinchi bo'limi bu Faucet bo'limi. Bu bo'lim orqali biz har soatda kirib sarmoyasiz to'n kriptovalyutasini ishlab borishimiz mumkin. Agar sizlar saytda yangi bo'lsanglar, xuddi manaqa bo'lib yashil SMS keladi, ya'ni Gmail pochtangizni tasdiqla yoki leveldan levelga o'tganingizda manaqa bonus Faucet bo'limiga sizlarga free spin beradi. Ularni keyin bemalol aylantirib yana pul yutuqlarini olishingiz mumkin. Buning uchun bonus Faucet bo'limiga o'tamiz. Bu yerda tushgan songa qarab mana shu yerda to'n kriptovalyutasini yutib olishimiz mumkin. Buning uchun mana roll tugmasini bosamiz. Bu har bir soatda berilmaydi, faqat qanaqadir saytda kattaroq оборот qilsanglar yoki Gmail pochtalarni tasdiqlasanglar, leveldan levelga o'tsanglar, mana shu bonus Faucet bo'limiga sizlarga free spin beradi. Xuddi shunaqa claim tugmasini bosib pul yutuqlarini olishingiz mumkin. Keyin har soatda kirib Howley Faucet bo'limiga o'tib, biz pastroqga tushib, levelimizga qarab to'n kriptovalyutasini ishlab borsak bo'ladi. Buning uchun pastdan kapchadan o'tamiz, claim tugmasini bossak, ko'rib turganingizdek success degan yozuv chiqarib bizning balansimizga to'n kriptovalyutasini o'tkazib berdi. Demak, hozirda 1 to'n kriptovalyutasi $2.30 sent, $2.20 sentlar atrofida bo'ladi. Bu 25,000-30,000 so'mlar atrofida degani. Agar sizlar master levelga o'tsanglar, har soatda kirib $2 dan ishlab borishingiz mumkin. Bir paytlar bu to'n valyutasining bittasining narxi $7 gacha ham ko'tarilgan. O'shaning uchun hozir mana shu kriptovalyuta ishlash paytini eng zo'ri bo'ladi. Kirib har xil kriptovalyutalarni sarmoyasiz ishlab olishingizni tavsiya etaman. Kanalimizga kirsanglar, shunaqa 100% to'lab beradigan har xil kriptovalyuta ishlab bo'ladigan saytlarni ko'p biz obzor qilib turamiz. Demak, endi biz keyingi bo'limlarni gaplashib o'tamiz. Keyingi bo'limi games bo'limi. Bu bo'lim orqali biz saytda oborot qilib ham levelimizni oshirishimiz mumkin, ham plus qo'shimcha daromad ishlab borishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, 1.30 to'ma saytda oborot qilganman va keyingi levelga o'tganman. Yana keyingi levelga o'tishim uchun bronza leveliga saytda 10 ton oborot qilishim kerak ekan. 10 ton oborot qilgandan keyin keyingi bronza leveliga o'taman. Oborot qanaqa bo'ladi? Mana bu yerda har xil games o'yinlari bor. Liboy o'yinlarni o'ynasanglar, yutsanglar ham, yutqizsanglar ham sizlarga oborot qo'shib borilaveradi. Har xil taktikalar bo'lsa, bemalol kirib ishlatib ko'rishingiz mumkin, ham level oshirishingiz mumkin, ham bu yerdan plus daromad ishlab borsanglar bo'ladi. Misol uchun dice o'yinini o'ynab ko'rsataman, sizlarga kelinglar, mana roll dice tugmasini bossak, bizga yutqizish berdi. Pullarni oshirib borib bemalol o'ynashingiz mumkin. Kelinglar, yana bir marta roll dice tugmasini bossak, balansimizga sal yana pul qo'shildi. Demak, 1.3 da ko'rib turganingizdek, mana bu sonlar ozgina o'zgardi. Videoni orqaga qaytarib bemalol ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, yutsanglar ham, yutqizsanglar ham saytga oborotinglar qo'shib borilaveradi. Demak, limbo o'yini ham xuddi shunaqa. Bittada kirasizlar, koeffitsiyentni 2 ga qo'yib qo'yib, kelinglar, biz kattaroq puldan bet tugmasini bosib ushlashga harakat qilamiz. Demak, yana bir marta oshiramiz, yana bizga chiqmadi. 2 barobar qilib oshirib ketaveramiz. Mana bizga chiqdi. 3.64 bo'ldi. Yana qaytsa ko'rishingiz mumkin. 1.31 bo'ldi. Xuddi shu tariqa ham pul ishlashingiz mumkin, ham oborotinglarni, ya'ni levelinglarni saytdan ko'tarib borsanglar bo'ladi. Contest bo'limi orqali sizlar konkursda ishtirok etsanglar bo'ladi. Har hafta konkurs bo'ladi. Konkursda ishtirok etish uchun sizlar saytda aktiv bo'lishingiz kerak. Agar birinchi o'rin olsanglar, ko'rishingiz mumkin, 400 tron bonus tariqasida olishingiz mumkin. Bu yerda har xil o'rinlarni bundan oldingi yutgan odamlarni hammasini ko'rib borsanglar bo'ladi. Keyingisi depozit bo'limi. Bu bo'lim orqali saytga depozit kiritsanglar bo'ladi. O'zi bu saytdan absolyutni sarmoyasiz pul ishlash mumkin. Agar games bo'limiga qanaqadir taktika va strategiyalar bo'lsa, bemalol bergan adresiga sarmoya kiritib, taktikalarni
qo'llab ham level oshirishinglar mumkin, ham pul ishlab borishinglar mumkin. Withdraw bo'limi orqali biz bu saytdan pullarni yetsak bo'ladi. Minimum 0.10 tondan boshlab pul yetishimiz mumkin. Bizani ko'rishinglar mumkin. Yaqinda mana 7 kun oldin saytdan 1 ton yechib o'tganmiz. Bu $3.19 tashkil qiladi. Statusi completed holatida pullar bizga kelib tushgan. Biz skrinshotlarni Telegram kanalimizga ham tashlab qo'yganmiz. Pul yechish uchun birinchi qatorga ton adresimizni yozamiz. Agar memo tag bo'lsa memo tag yozasizlar. Bo'lmasa shart emas, pastdan summani yozib, bu yerdan captchadan o'tib withdraw tugmasini bossak bo'ldi. Bizning pullarimiz uzog'i 1-2 soatda 100% hamyonimizga tushib keladi. Bu sayt ishonchli, pullarimizni 100% to'lab beradi. Demak, keyingisi Surveys bo'limi, bu bo'lim orqali har xil mandaqa kompaniyalardan topshiriqlar olib pul ishlashimiz mumkin. 42 sent, 39 sent, yana xohlaganinglarni tanlab, bemalol sarmoyasiz yana topshiriqlar bajarib pul ishlashinglar mumkin. Ya'ni bular предложение skachat qilish, o'yin skachat qilish, qaysidir levelga borish, shunaqa zadaniyalar bo'ladi. Settings bo'limi orqali profilinglarni nastroyka qilasizlar. Affiliates bo'limi orqali saytga do'stinglarni chaqirib yana pul daromad olishinglar mumkin. Kontakt bo'limi orqali adminlar bilan bog'lanasizlar. Language bo'limi orqali saytni tilini o'zgartirishinglar mumkin. Ko'rib turganingizdek sayt interfeysi oson, bizga asosiy kerak bo'ladigan bo'limi Faucet Games bo'limlari bo'ladi. Aytib o'tganimdek, sayt ishonchli, pullarni 100% to'lab beradi. Bemalol kirib sizlar ham sarmoyasiz ton kriptovalyutasini ishlashinglar mumkin. Endi biz xuddi shunaqa sarmoyasiz ton ishlab bo'ladigan ikkinchi saytimizga o'tamiz. Mana bizning ikkinchi saytimiz Ton King sayti. Bu sayt orqali ham biz sarmoyasiz ton kriptovalyutasini ishlab borishimiz mumkin. Demak, saytdan registratsiyadan o'tish oson, login, parol, email, pochtalarni kirgizib osongina registratsiyadan o'tib olishimiz mumkin. O'tishimiz bilan bizga xuddi shunaqa games bo'limi o'tadi. Bu yerdan Faucet yoki bu yerdan Faucet tugmasining ustiga bir marta bosib, har soatda kirib levelimizga qarab ton kriptovalyutasini ishlab borishimiz mumkin. Buning uchun mana birinchi bo'lib captchadan o'tishimiz kerak. Mana captchadan o'tganimizdan keyin bu yerdan free spin tugmasini bossak, mana silver leveldaman, ko'rishinglar mumkin. 0.012 ton sarmoyasiz ishlab olishim mumkin. Demak, free spin tugmasini bosamiz. Hozir bizga mana successli balansimizga pullarni o'tkazib berdi. Endi yana rovna 1 soatdan keyin kirib, xuddi shu tariqa ishlashimiz mumkin. Demak, bu yerda ham games bo'limi bor. Games bo'limi orqali mana shu 5 xil o'yinni o'ynab sizlar ham pul ishlashinglar mumkin, ham levelinglarni oshirib borishinglar mumkin. Ko'rib turganingizdek, men bu saytdan 137 ton kriptovalyutasini оборот qilganman. 1000 ton оборот qilsam, keyingi gold level o'tishim mumkin. Pastdan hozirda onlayn games bo'limidan pul ishlab kelayotgan va level ko'tarayotgan odamlarning statistikasini ko'rib borishinglar mumkin. Demak, Faucet bo'limini ko'rsatib o'tdim. Surveys bo'limi orqali sizlar yana boyagidek boshqa kompaniyalardan topshiriqlar olib sarmoyasiz pul ishlashinglar mumkin. Affiliate bo'limi orqali saytga do'stinglarni chaqirib yana pul daromad olsanglar bo'ladi. Payouts bo'limi orqali oxirgi pul yechib kelayotgan odamlarning istoriyasini, ya'ni statistikasini ko'rib borishinglar mumkin. Transaction bo'limi orqali sizlar o'zingizlarni pul yechgan istoriyalarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Hammasini completed holatida $31, $6, $2 men bu saytdan pullar yechib kelganman. Sarmoya kiritish, pul chiqarish qanaqa? Buning uchun wallet tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Birinchi bo'lib depozit bo'limi ochiladi. Aytib o'tganimdek, statistika va games bo'limiga taktikalar bo'lsa, sarmoya kiritib ham kattaroq оборотdan o'ynashinglar mumkin, xohlasanglar. Bo'lmasa mana withdraw bo'limi orqali sizlar sarmoyasiz ishlagan pulinglarni chiqarib olishinglar mumkin. Buning uchun to adresinglarni yozasizlar, memo tag bo'lsa buni yozasizlar yoki shart emas, pastdan summani yozib, withdraw tugmasini bossak bo'ldi. Biz yechgan pullar 1-2 soat ichida bizning hamyonlarimizga kelib tushadi. Bu saytdan ham minimum 0.1 tondan boshlab bemalol pullarni yetsak bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, ikkala saytdan bir xil osongina sarmoyasiz ton kriptovalyutasini ishlasak bo'ladi. Asosiysi ikkala saytdan pullarni bizga 100% to'lab beradi. Bu sayt silkalarini bizning Telegram kanalimizdan olishinglar mumkin. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol o'tib, sizlar ham sarmoyasiz kriptovalyutalarni ishlab olsanglar bo'ladi. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab o'rasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.